Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qarindoshlar, akalar, ukalar, opalar, singillar. Bugun sizlar bilan o'ng qo'l qoidasini tushuntirib berishga harakat qilaman. Buning uchun bizga oq joy kerak bo'ladi, xolos. Xo'p, yaxshi chiza olmasam, boshqa qila olmasam, oldindan uzr so'rayman. Xo'p. Chorraha teng ahamiyatga ega bo'lgan chorraha bo'ladi. Hech qanaqa belgi, svetofor joylashmagan. Bu yerda bu tomondan va bu tomondan avtomobil harakatlanadi. Bu yo'nalish chapga, bu to'g'riga, bu ham o'ngga harakatlansa, bu 1 bo'lsin, bu 2 bo'lsin, bu 3 bo'lsin. Qaysi biri birinchi harakatlanadi? Topib ko'ring. Xo'p, to'g'ri topdingiz. O'ng qo'l bo'sh tomonda bo'lgan birinchi avtomobil birinchi harakatlanishi kerak edi. Lekin bu avtomobil chapga harakatlangani uchun 105-moddaga ko'ra, yo'l harakati 105-moddaga ko'ra bu avtomobil chiqadi. To'g'ridan kelayotgan avtomobil 3 ni o'tkazib yuboradi. 3 ta o'ng qo'lida qaysi bor? 2 bor. 2 harakatlanadi. 2 dan keyin 3, 3 dan keyin 1 degan javob turishimiz kerak. Ya'ni birinchi bo'lib 2, keyin 3, keyin 1 bo'ladi bu yerda. Endi bu eng qiyini edi. Misol uchun savollarni chalg'itadigan savol edi. Yo'l harakati chalg'itadigan joy edi. Osonrog'i, mana osonroq keladigani bunaqa keladi. Misol uchun buni 1 bo'lsa, 1 deylik. Xo'p, bu 2 bo'lsa, bu 3 bo'lsa, mana 3 bo'lsa, hammasi to'g'riga harakatlansa, mana barchasi to'g'riga harakatlansa, bu yerda 1 o'ng qo'li bo'sh bo'lgani uchun 1 birinchi harakatlanadi. Keyin 2, 3 harakatlanadi, chunki 1 chiqib ketgani uchun 3 ta o'ng qo'li bo'sh, 3 oxirida 2 harakatlanadi. Endi qaranglar. Teng ahamiyatli yo'llarda svetofor yo'q, belgi yo'q, hech narsa yo'q. Yo'llar kesishmasa, misol uchun mana birinchi o'ngga harakatlansa, bu yerda ikkinchi u ham o'ngga harakatlansa, bu yerda uchinchi bu ham o'ngga harakatlansa, yo'llar bir-biri bilan o'zaro kesishmayapti. Yoki chapga harakatlansa, misol uchun yo'llari bir-biri bilan mana bu yerda tutashmayapti, bir-biri yo'llar tutashmayapti. Bir vaqtda chorrahadan o'tishlari mumkin. Agar chorrahada, teng ahamiyatli chorrahada o'ng qo'l qoidasi qachon ishlaydiki, misol uchun yaxshi kuchli ishlaydi, to'g'riga o'ngga harakatlansa ishlaydi deydi-yu, lekin chapga harakatlansa ham ishlaydi. Misol uchun to'g'ridan kelayotgan avtomobil, to'g'ri buni birinchi avtomobilni to'g'rida qarshisida deylik, mana qarshisidagi yo'l bo'sh bo'lsa, qarshisidan to'g'riga harakatlanmasa, birorta avtomobil, mana ikkinchi avtomobil bo'lmagan taqdirda yo'q deb tasavvur qilaylik. O'chirib tashlaylik. O'chmay qoldi. O'chirib tashlaylik. Yo'q deb tasavvur qilaylik shuni. Yo'q deb tasavvur qilsak, ashundan bu yerda mana 3-avtomobil rasmlarsiga bormaganman, aytganman. Xo'p, 3-avtomobil to'g'riga harakatlanmoqchi bo'lsa, mana avtomobil mana chapga, to'g'riga emas, chapga harakatlanganda ham birinchi avtomobil
uni o'ng qo'li bo'shligi hisobiga birinchi bo'lib o'tadi. Chunki o'ng tomondagi ko'cha birinchi avtomobilning mana ko'z bilan ko'rganimizda o'ng tomondagi ko'cha bo'm-bo'sh, mashina yo'q. Demak, bu birinchi harakatlanadi. To'g'rida ham yo'q. Agar to'g'ridagi mashina to'g'riga yoki o'ngga harakatlanganda, to'g'ridagi avtomobilga yo'l bergan bo'lar edi. Hozir afsuski yo'qligi uchun, demak, birinchi harakatlanadi. 1, keyin 3 harakatlanadi. Qisqacha shunaqa tushuntirish ishlari bo'ldi. Agar xatolar bo'ladigan bo'lsa